Xo'sh. Barchaga yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan Ixtiyor Mamataliyev, Toshkent viloyati Bekobod shahridan. Do'stlar, havas qilish kerak, hasad qilish kerak emas, har doimgidek aytib chiqaman. Tepada bizda kamera bor. Kamera. O'sha yoqqa qarab turaman, chunki tashqarida ham narsalarimiz bor, ikkita yonda turadi. E'tibor qilmaysizlar. Mani YouTube kanalimga havas qilayotganlar orada bilmasdan hasad ham qilib qo'yayotganlar. Men barchaga omad tilayman, muvaffaqiyat tilayman, chunki men ham qachondir havas qilganman. Shu kunlarga mana keldik. Havasimiz orqasida natijasi. Sizlar ham havas qilinglar do'stlar. Sizlarda ham shunaqa YouTube kanallari bo'ladi. Nasib qilgan bo'lsa. Do'stlar, hech kim o'zidan bilib hasad qilmaydi. O'shaning uchun men ularni to'g'ri tushunaman. Ya'ni nimandir bilmayotgandir, nimandir to'g'ri qila olmayotgandir, to'g'ri qilmagandir. O'zi to'g'ri yashalmagan hayotda oqibatidan kelib chiqishi tabiiy hol. Men buni jonli efirda ham aytib o'tdim. Hech qachon kechmas. Biz odatda g'ururimiz yo'l qo'ymaydi-da. O'ta haligi ahmoqlarda bu kuchli bo'ladi. Boshqalarni ignor qilish bilan, boshqalarni ishiga aralashish bilan natijaga qaraladi do'stlar. Kimdir kirib turib yozgandan nima o'zgaryapti-yu, kimdir kelib turib yozgandan nima bo'layapti. Masalan, kimdir xabarlari tarixda qoladi. Men uni saqlab qo'yaman. Yoki saqlanishi uchun mana shunaqa shorts videolarda aytishim mumkin. Hatto o'sha kimligigacha qiziqaman-da. Kimdirlarni bo'lsa xabarlarini o'zi o'chirib yuboradi. Meni o'chirishimga ham hojat qolmaydi. Yoki shunchaki o'sha jonli efir chiqmaydi YouTube'da. Demak, arzimaydi. Shuning uchun arziydigan fikr bildirishga harakat qilamiz do'stlar.